Salam tordaşlar, biz bugün naydı bir ötünüş bilen çıkıp kaldık. Qandaq ötünüş desanlar, ma elimiz bolsa net çıkıtım telefon qilgan bo'ldi. Menga bir adam yaxshilik qilamdigan qilmaymiz degan, ya'ni yurak unamaydi ekan. Yaxshilik qilayotgan odamning ko'yindan ko'chilaydigan bir necha tal ish chiqdi va hamda men ish to'g'indan faxrlanib ketibdi o'taqa. O'g'ri kirmaydi bu deb nurg'un odamlar bizlar ishliqidan faxrlanib ketib qolganlar bor ekan. Lekin biz unda biratal unda qanchaq ishninki kayni kirmay, yana o'zimizningki yaxshiliqimizni qilgimiz keladi ekan. Hammamizning teni salomatlik, teni mangu salomat bo'lib ketishini atayin. Bir odam yaxshilik qilsa tek ko'chilaydigan undalarman ko'chilaversin. Biz yana yuragimiz chidamaga chiqamiz, enimiz necha qatim telefon qildi, ishkirik vaqtimda telefon qildi. Tashqadik vaqtimda telefon qildi. Ben tatmayma dedim, aslında dedim Wolfgang. Dedim o'zi. Ana shunaqa boshqalar gap qilsalar, unda gap qilmoqlarmish akash. Men necha qatim gap qildim, tasam bo'lmaydi, ana shunaqa pul yepsizlar deb, o'sha depsizlar. Menda bir mo'jam pul olmay yaxsiz qilib berdi. Amma shu hozir qon tozalab chiqqanmish. O'sha tozaltib qanday? Ma elimiz olsa, börek almashtirishga tayyorga elimizga o'zingni ko'rdinglar, mana qon almashtirib chiqib ketibdi. Hammamizning iqtisodiy unda yetib boshqadek iqtisodimiz yo'q. Doktorxon degan qanchalik pul ketadi o'zingni bilasizlar. O'sha enimiz ham necha yoshga kirdingiz uka? 24 yoshda. Yurtingiz nereden? Aqsu Uchturpandan. Aqsu Uchturpandan. Nereden bo'lib ketsin? Hammamiz bizning qarindoshlarimiz. Shu hamda mening qo'limdan keldigan ish mushkan. Birsimiz bir koy, ikki koy. Iqtisodimiz yar berganlar 5 koy, 10 koy. Mush bolaga yordam qilib qo'ysak, necha pul ketar ekan bu börek almashtirish? 300 ming koy. 300 ming koy pul ketar ekan. 300 ming koy nereden topadi bu bola? Murojaatnomangiz bor? Bor. O'zing murojaatnomasini bor ekan, qonunliq chiqarib bergan. 300 ming koy pul degan oz pul emas. Bu bola 300 ming koyni tayyorlab tutmoqchi ota-onangiz nima ish qiladi? Dehqon. Mana dehqon 300 ming koy pulni qanchalik vaqt yig'adi men demsam biz anglashsizlar. Endi mashinamizningki bir börkini almashtirishga azdır köptür bizning yordamimiz ketib qolar ekan. Hamda mayli qo'limizdan bir koy kelsa bir koy, 10 koy kelsa 10 koy, 100 koy kelsa 100 koy, 1000 koy kelsa 1000 koy. Yordamning cho'ng kichigi yo'q. Mosh elimizga bir yordam qo'limizni sunib qo'ygan bo'lsak, mosh elimiz bir kasaldan qutulib ketgan bo'lsa, cho'qim bir yaxshi yaram mush jamiyatga yaxshi yaramliq arulab, yana ota-onasiga jabbo sanmay, cho'qim bir saqib ketgan bo'lsa, ota-onasi ham xo'sh bo'lib ketadi. Ota-onasi nima bo'lib ketib bordi hozir laqtida 300 ming pulni topmoq oson emas. Shunga bir qo'limizdan kelishicha azdir ko'pdir bir yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar, sizlardan o'tingan bo'lsam, shaxsan endi mening bir qo'saq ukam bo'lmasimi, endi bizningki o'zimizdan qarindoshi. Mush qiyinchilik qolganmi, shu fikimizni bir qutqizib olgan bo'lsak, tordoshlar, azdir ko'pdir bir yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar, aloqa qilish numarangizni bir deb bersangiz, bu mashinamiz bilan aloqa qilishib, undadar qo'shib, undadardan shu qonunliq chiqqan murojaatnomasiga yo'llab bersangiz bo'ladi. Unda bo'lsa aloqa qilish numarangizni bir deb beramiz. 193 90 17 34 40. Azdir ko'pdir bir yordam qilib qo'yaylik. Biz mana mush doktorxona oldida o'zinglar ko'rdinglar. Tepshanmay hozir tepishib naq maydonda video yo'llab turibdik. Qo'lingizdan kelish yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar rahmat.